Qarang. Bu aytganlik dilbayori dasbakor bo'lsin. Men ishxonaga kelib turib, o'zi bu qonunchilik oldindan bor edi, sal bu indamayotgandik biz. Xuddi ekan ko'chada remen taqib yursangiz, gayda xarid to'xtatmaydi-ku, to'g'rimi? Lekin taqmasangiz javobgarlik tortib ketasiz. Xuddi shunga o'xshab turib, aslida O'zbekiston Respublikasi hududida diniy materiallarni tarqatishingiz uchun din ishlari bo'yicha qo'mitaning xulosasini olishingiz kerak. Lekin biz indamayapmiz. Instagramingizga, Telegramingizga yoki qanday o'sha gruppasiga turli xil domlalarning mavzusini tashlayapsiz, Shayx Hazratning mavzusini tashlaysiz, Rahmatilla Termizni ham tashlaysiz. Aslida diniy qo'mitaning ijobiy xulosasini olmasdan turib tashlashga hech kim haqqi yo'q. Qani diniy erkinlik desangiz, davlat aytayotgan rasmiy ahli ilmlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdagi diniy bo'shlig'ini Muslim uzdan, Islom uzdan rasmiy imomlardan o'zing o'rgan, o'zing o'qib, o'zing подписчик bo'l o'sha kanalga, lekin u kanalning ichidagi narsalarni olib turib tashlama. O'zingni vijdon erkinligini, mana bu yerdagi bo'shlikni to'ldirishingga men sharoitlar beraman, lekin tashlama birovga deyapti davlat. Tushunarli? Rasmiy mavzularni ham tashlamaydi. Instagramga, Telegramga qo'ymang, u tarqatishga tushadi. Tushunarli? Agar uni orasida diniy ta'qidlangan aqidaparast ekstremistik yoki norasmiylari, nurchilarniki, akvomiylarniki chiqib qoladigan bo'lsa, muammo bo'ladi boshingizga. Juma tabriklari ham xuddi mana shunaqa. Juma tabrik umuman tashlamang. Iltimos, juma tabrik tashlamaydi, o'sha bizni charchadik. Har 10 ta fuqarodan bittasi juma tabrik bilan kelyapti, bizning oldimizga. Biz ham boshqa ishimiz yo'qmi? Juma tabrik tashlamaydi. Juma tabrik tashlamasangiz ham kuningiz o'tadi-yu. Shu Abdurahmon aka juma tabrik tashlamasangiz ham bilalay, juma kuni ekanligini. Juma tabrik tashlash yaqindan paydo bo'ldi. Umuman tashlamang. Tashlagingiz kelsa navodo, qo'lda yozing, bunda knopkada yozing, harflab yozing yoki ovozli tashlang. Kanalidan olib umuman tashlamang. Tushunarli-ya? Rasmiysini ham hattoki tashlash mumkin emas. O'zingiz eshitsangiz bo'ladi. Keyingisi, oxirgi masala, qaranglar. Endi akalarimizga ham farqli bir masalani yetib ketmoqchiman. Bu yerda erkaklarimiz ham bor, ayollarimiz ham bor. Bizda juma masalasi. Qaranglar, ish payti, ish soatida diniy amal bajarib turib chiqib ketishlik, jumaga ketishlik qonunan mumkin emas. Men shariatdan aytmayman, qonunan mumkin emas o'rni. Akalar, men bu Hindistonlik talaba deganimda mana shu narsa bo'ldiki, bu sal chalaroq olib ketib qoldi. Ayollarimiz ham shu tasbehini rasmga oldi, ro'molni rasmga oldi. Ish soatimda qildi, o'sha xonaga bordimda eshik ochyapti-da videosida. Yopiq, juma kuni soat mana ish payti ish joyida yo'q, diniy amal bajarish ketgan degandagi kompromant deydi-ku, narsani yig'gan. Masala nima bo'ldiki, davay menga ham ruxsat bersa, men ham ibodatim qilishim uchun mana bu narsani qo'yishim kerak. 3000 ta bizni talabalar shu o'qiyaptimi? 3000 ta Krishna degan xudoim qo'yapmiz degan masala ko'taradi. Men oddiy gapni gapirmayman, tushuninglar akalar. Agarda har bitta odam diniy amalni bajarish uchun chiqib ketadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Muammo bo'ladi bizda. Biz jumaga qarshi emasmiz akajonlar. Iltimos qilamiz. Ish payti, ish soat joyizda bo'ling. Hattoki Ka'bani atrofida turgan harbiylarga ham butun ulamolar kengashi, Islom fiqh ulamolar kengashi fatvo berganki, ular namozni inkor qilsan demayapti. Bir bet hajga ham borasizlar-ku sizlar, to'g'rimi? Ishchi guruhga boradi. O'sha bet ko'zinglar bilan ko'rgansizlar. Ka'baning 4 ta chetidan turishadi. Usullarni oldida turishadi. O bir yilda bir marta ana haj mavsum bo'ladi. Hajni qilib ola qoling. Bir haftada bir marta juma bo'ladi. Jumani o'qib ola qoling demayapti o'shalar ham. Islom dini ularga gunohkor bo'lib qoling demayapti. Ayrim insonlar borki, ixtiyor o'zida bo'lmagan insonlarga islomni hukmlari chiqqan. O hukmlar har qachongi makonga, har qachongi zamonga tushadi islom dinining hukmlari. Aytib o'sha 1400 yil oldin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tomonidan joriy qilingan hukmda ummat